Vaqtinga shoshga yerga olchimas deydi. Siz nima? Sarvinoz. Sarvinoz, men ismim Abbos. Oxiri siz bilan tugatgan ismingiz. Hamingiz nima? Mingboyeva. Mana kelajakda Sarvinoz Mingboyeva insonlar ko'z oldiga qanaqa inson keladi? O'zim Samarqandlikman. O, mana Xudo Samarqandlik. xolasa o'zim filialimni ochib, Samarqandda yurg'izib, katta bizneslarning egasi bo'lib. Business lady. Da. Okay. You speak English? Chut. Rus tilida javob, ajdar ingliz tiliga. Chut deydi. Sarvinoz mana pozitiv inson ekansiz. Lekin yig'lab ham turasizmi? Da. Nimaga? Hammada bo'ladi-yu. Nimaga yig'laysiz ko'pincha? Endi sabab ko'p-ku. Ertalabdan anaqa Yuragim og'ritmang. yuragim og'ridi, eslatmang. O'z mana savolda, shirin xotiralar ko'proq yaratadi inson yoki yomon xotiralar? Shirin, конечно. Shirin xotiralar. Da. Eng shirin xotirangiz kim bilan bo'lgan? Odam bilan. Otajoningiz bilan. Da. Sog'inaman-da o'shaning uchun. Qanaqa inson? Yaxshi insonlar, конечно. Hozir ta'riflab berasizmi uni? Ta'riflab, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, menimcha ota-onalar. Hozir qayerdalar? Uydalar, Samarqandda. Samarqand qayerda? Payariq. Payariqda. Oxirgi marta qachon yaxshi ko'rsangiz aytdingiz? Yaxshi ko'rishim. Pul tashlaganlardan? Yo'q, menga pul bermaydi. Men beraman. Voh. Mana bugun dadangiz bilan oyingizga nimalar rahmatlaringiz bor? Qo'llab-quvvatlagani uchun, ko'nglimga qaraydi har doim. Aha. O'zimga qo'y beradilar har doim. Xohlaganingni qil, o'zingga yoqqanini qil, ko'nglingga qara. Ana. Erkinlik bor demak. No, anaqa yo'q, chegara yo'q. No, chegaradan chiqmayman hech qachon. O'zingizdan bilib, mana o'sha uydagilarni uyaltirmaslik uchun harakatda qilasiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman, dada oyi deb qo'ying qani. Yig'lamang. Yurakdan chiqmaydi hozir. Ayting. Adajonim, onajonim, sizlarni yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Ishga tez. 1 2 1 2. Sog' bo'ling.